Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Ustanoat qurilish bank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Xo'jaqarliq mahalla fuqarolar yig'inida 4170 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekilgan, maydoni 17 gektar. Chegara hududi mana bu ko'k turgan joy, bu tarafi daraxt, bu tarafi mana bug'doy ekilgan joy, bu tarafi aholi punkti kelib taqalgan. Bu yerga ekilgan zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda o'sish jarayonida. Ekin yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayoni sug'orish tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyiha 17 gektar dehqon xo'jalik berkitilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektar yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Kulmatov Ahror ishlab chiqarish kooperatsiya berkitilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 51 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalari daromadlarini yanada oshirib boriladi.